Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Atomic Habits'ni o'zini boshqarishni siri haqida gaplashamiz. Uni siri kalbatasi nimaligini ko'rib chiqamiz. 1971-yili Vyetnam urushining 16-yillarida Amerikani soldatlarini 15% dan 20% giroinga o'tirib qolishadi. Va hamma shokka tushib qolishadi. Nima qilamiz endi deb o'tirishganda, bittasi keladi, shu uyiga jo'natamiz bularni. Uyga bir sanatoriya qilib kelishadi-da, kelgandan keyin unaqa narsa bo'lmaydi deb eksperiment qilib ko'rganda, rostdan ham uyga borib kelgan soldatlar o'sha eski odatlarini tashlashgan bo'ladi. Lekin o'sha yerga borgandan keyin yana o'sha odatlariga qaytadigan bo'lib qolishadi. Chunki joylashgan base, ya'ni baza deb qo'yadi ba'zida, giroinga chiqish, ya'ni uni olish, sotib olish, aloqa qilish judayam oson bo'lib qoladi. Shuning uchun ham o'tirib qolishadi. Lekin uyga borgandan keyin u sharoit yo'q. Giroin topish oson emas. Birpasda recover bo'lib ketishadi, unaqa qilishmaydi. Qaytib kelgandan keyin yana ham osonlashgandan keyin yana ham olib o'sha eski odatlarni davom ettirishaveradi. Ya'ni buni sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'nosi shu: sizni environmentingiz, atrof muhitingiz sizni odatlaringizni shakllantiradi. O'tgan safar ham aytdik, lekin bu safar uni teskarisi, ya'ni yomon odatlarni tashlash uchun ham atrof muhitingizdan foydalanishingiz kerak ekan. Misol uchun uyingizda nimadir yomon odatlarni qilib qo'yyapsizmi? Shu odatlarni qilmaslik uchun atrof muhitingizni to'g'rilang demoqchi. Misol, har kuni kelib 3-4 soat o'yin o'ynab qo'yadigan bo'lsangiz, lekin buni xohlamaydigan bo'lsangiz, misol uchun PlayStation'ingizni yoki Xbox'ingizni uzoqroqqa qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, yo bo'lmasam qiyin oladigan joyga, yo bo'lmasam kimgadir berib tursangiz bo'ladi. Lekin bu tarafi sizga qaytib bergandan keyin yana xuddi shu narsa sodir bo'lishi mumkin. Ya'ni bizga hamma aytadi, misol uchun shu odatlaring to'g'rilolmasang, yomon odatlaring bo'lsa, sen zaif odamsan, sen o'zingni irodang yo'q deyishadi. To'g'ri, ba'zida shunaqa. Lekin 90% kozi, ya'ni uni xos qilayotgan narsasi atrof muhit bo'ladi, kuyov bo'ladi, do'stlar bo'ladi, hayotdagi narsalar bo'ladi. Misol uchun hamma aytadi, shu sigaret chekish o'ldiradi deydi-da, o'pkani qop-qora turgan rasmini ko'rsatishadi. Lekin o'sha sigaretni chekishini o'ldirishini ko'rgan odam battar siqiladimi? Siqilishini oldini olish uchun yana chekadi. Misol uchun semizroq odamlarga: sen semirib ketsang yuraging og'riydi, u seni qandli diabet bo'lasan, bu yoq deyishsa, ular keyin уже battar stressga tushadi, yana eating disorderlarni davom ettiraveradi. Ya'ni bu nimaga olib kelyapti? Siz atrof muhitingizni o'zgartirsangiz bo'ldi, bu uni stressga solib, bu seni iroding past, sen yomon odatlaringni tashlolmaysan, sen oldingicha qolib ketasan deb o'zingizga o'zingiz aytish ham, birovlarga aytish ham xato. Buni atrof muhitini o'zgartirishga yordam berishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni shuncha narsani aytilayotgandan maqsad, ya'ni bizga nima foydasi bor, biz qanaqa qilib odatlarimizni tashlaymiz, yomon odatlarimizni deydigan bo'lsanglar, ya'ni bu chapterni qoidasi make it invisible, ya'ni uni ko'rinmas qilib qo'y. Ya'ni videoni boshida o'sha Atomic Habits boshlaganimizda aytganmiz, yomon odatlarni tashlash uchun make it invisible. Bizga ko'rinmaydigan qiling. Environmentingizdagi sizga trigger qiladigan narsalar. Misol uchun yomon odatlaringiz bor, kino ko'rib qo'yasiz 3-4 soat, kinoga bo'lgan aksessingizni olib qo'ying, yo bo'lmasam kimgadir berib yuboring, yo bo'lmasam o'yin o'ynaydigan bo'lsangiz konsolingizni kimgadir berib yuboring, yo bo'lmasam uzoqroq qolib qo'ying. Imtihonga tayyorlanmoqchimisiz, lekin o'sha telefon o'ynab qo'yyapsizmi? Telefoningizga o'sha softverlar o'rnating, sizni limit qiladigan, yo bo'lmasam telefoningizni ham kimgadir berib turing yoki alishtirib turing. So you don't uh, trigger the old, environmental cues. Ya'ni yomon odatlaringizga qaytib kelishingizni xohlamasangiz, bo'ldi, shu environmentingizni to'g'rilang, sizni odatlaringizni nima trigger qilyapti, shuni find out qiling и o'shandan foydalaning, o'shaga qarshi foydalaning, invisible qiling, ko'rinmasin, qiyin bo'lsin. You will be fine. Thank you so much.